Bugungi bemorimiz 22 yosh, gipergidroz ham искривление носовой перегородки diagnozi bilan yotdi. Hozir lor vrachimiz septoplastika amaliyotini bajardi. Endi biza gipergidroz qo'l ham oyoq gipergidrozi bo'yicha operatsiya bajaryapmiz. Yine simpatiktomiya ameliyatı tugadi. O'ng taraflama уже qo'li quruq. Suding bo'lib vaqt o'tadi. Ikkinchi tarafini o'tamiz. Operatsiya hammasi standartni bajarildi. Maloinvazivniy ikkita teshik bilan simpatiktomiya amaliyoti o'tkazildi. Yigitdim ser savol, hamma savollarga javob berib bo'lgandan keyin 2 kun tayyorlangandan keyin psixologический shundan operatsiya bo'ldi. Xo'p. Operatsiyani endi o'zina kelgandan keyin ощущенияларni yigitdan so'raymiz. Chiqaraman. Ikkinchi taraf simpatiktomiyani tugatdik. 10 minut tarafda qo'llari quruq. Ahvoli yaxshi, stabilniy gemodinamikasi. Xudo xolasa qo'l ham qo'ltiq gipergidroz to'xtaydi. 50% holatlarda oyoq gipergidroz ham to'xtaydi. Endi bu boladan ko'ramiz effektini. Bu bolada oyoq ham kuchli terlash bor edi. Emas, normal.